Bundan buyon daromad topish imkoniyati cheklangan va nogironligi bor shaxslar kambag'allar reyestrida bo'lmaydi. Ularni 100% qo'llab-quvvatlashni davlat zimmasiga oladi. Allayarov, Zakidov viloyat hokimlari 1-yanvardan teng imkon inklyuziv bandlik loyihasini joriy etib, nogironligi bo'lgan 40 ming odamni ishli qilsin. Har bir xonadonga kirib chiqasizlar. Har bir mahallaga bekorga ijtimoiy xodim bermaganman. Zakidov bandlik jamg'armasidan ularga 30 million so'mgacha foizsiz sud ajratishni yo'lga qo'ysin. Kambag'allikka qayta tushish xavfi mavjud oilalarga ijtimoiy yordam va imtiyozlar saqlab qolinadi. Bunday odamlarga 6 oy mobaynida moddiy yordam va bolalar nafaqasini to'lash davom ettiriladi. Bog'cha va to'garak xarajatini qoplash, davolanish orderi kabi 110 ta ijtimoiy xizmat va yordamdan 12 oy davomida qo'shimcha foydalanish imkoni beriladi. Bundan tashqari og'ir hayotiy vaziyat sababli kambag'allikka tushib qolishi xavfi yuqori bo'lgan oilalarni oldindan aniqlab, ularga manzilli yordam ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Buni Mirziyoyev va Shahnoza o'z nazoratiga olib, viloyat hokimlari bilan har oyda menga yozma hisobot bersin. Har bir odamni uyiga kirib